Sizlarga navbatdagi mahsulotimiz haqida alohida to'xtalmasam bo'lmaydi. Bu Enel kompaniyasining eng brend mahsulotlaridan biri bo'lgan Biom 2 tomonlama kremi hisoblanadi. 2 dux fazni mana bunaqa chiroyli ikkiga bo'lingan bo'ladi. O'zini aralashtirish uchun qoshiqchalari bor. Hozir men sizlarga buni ochib ko'rsataman va nima uchun ekanligini ochmasdan ochib turib shunaqa hidi zo'r, buni sariyog'ga nima deydi, sariyog'ga o'xshab surtib yeb qo'yging keladi, shu darajada hidi yoqimli. Ko'ryapsiz, уже ancha ishlatganman. Barakali bo'lgan mahsulotimiz yuzni to'liq namlantirib beradi, oziqlantirib beradi, mimik ajinlarini yoyib beradi. Tarkibida kollageni bor, gialuron kislotalari bor. Bu degani dog'larni to'liq ochartirib, boshqa dog' tushmasligiga yordam beruvchi, yoshartiruvchi hisoblanadi. Eng zo'r kosmetikalarda, yuz uxodlarida bundan foydalaniladi. Ko'ryapsizlarmi? Bu mahsulotimizda nima uchun 2 tomonlama degan savolingizga bitta qilib javob bermoqchiman. Har bitta yuz aralash yuz bo'lishi mumkin, quruq yuz yoki yog'li yuz bo'lishi mumkin. Bularda faqatgina mijozlarim uchun to'liq ma'lumot beraman. Mahsulot olganingizdan keyin to'liq, masalan, yog'li yuzga bundan 2 ta, bundan bitta yoki bo'lmasa qoshiqchalardan o'zini qanchalik foizda foydalanishimiz haqida faqatgina mijozlarimizga ma'lumot beramiz va yuzingizni holatiga qarab turib qanday surkalishini, ishlatish tartiblarini to'liq tushuntirib boramiz. Buni ham ertalab, ham kechqurun bemalol foydalansangiz bo'ladi. Juda ham barakali va natijasi juda ham tez bilinadigan effektiv mahsulotimiz hisoblanadi. Hidi ham juda ham yoqimli. Kechga surkalgan payti yuzni dam oltirib beradi, ajinlarni oldini olib beradi. Kuni bilan qiynalgan, mimik ajinlar orttirgan yuzni yoyib, dam oltirib, oziqlantirib beradigan bo'lsa, kun davomida esa yuzni har qanday holatlardan saqlab beradi.